Aziz xaridorlarimiz, aziz onajonlar, ayni hayit bo'lib kelayotgan ayyomlarga nima kiyaman degan opajonlarimiz uchun ustimdagi yangi kelgan shtapl kupra turetskiy ipakli shtapilimizga bitta qarab qo'yinglar. Ushbu materiali, qo'yganimiz materiali ipak, mana yaqinroqdan ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham mayin va boshqacha shtaplga o'xshamagan. Rasvetkalar hali hech kimda yo'q fasollar bilan, hech kimda yo'q rasvetkalar bilan tikilgan. Oldida toshlarini mana ko'rsatsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli toshlar bilan bezatilgan. Rasvetkaga bitta qarab qo'yinglar. Hech kimda yo'q rasvetkalar. Razmerlari 48 dan 58-60 gacha bemalol keladi. Kelinglar, men yaqinroqdan ko'rsataman. Ushbu ko'ylaklarimizni materiali shtapl ipak opalar. Rasvetkalar hali hech kimda yo'q rasvetkalar. Bemalol kelib ishonch bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Ustingizda tovlanib yaltirab turadigan ko'ylaklarimizni 200 ml skidkada qo'yganmiz. Bu orqa taraf